Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlar bilan farzandlarimizda uchraydigan parazit ichak qurtlarini davolash haqida gaplashmoqchiman. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni yuzidagi dog'lar, tunda uxlaganda og'izdan so'lak oqishi, tunda uxlaganda orqa chiqaruv teshigini qichishi, og'iz bo'shlig'idan badbo'y hid kelishi, tanadagi turli xil toshmalar, soch to'kilishlar kuzatilsa, bolangizni shifokor maslahatlarsiz hech qanday dori vositalarini bermaslikni maslahat beraman. Buning uchun siz Ixlos Med Center klinikasiga murojaat qiling. Bu yerda biz bolangizda zamonaviy laboratoriya usullari yordamida aniq tashxis qo'yamiz hamda hozirgi kundagi zamonaviy tibbiyot hamda bir necha asrlar davomida o'z tasdig'ini topgan xavfsiz xalq tabobatini qo'llagan holda farzandingizni parazit ichak qurtlaridan xolis bo'lishga yordam beramiz. Biz sizlarni Ixlos Med Center klinikasida kutamiz.